أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Aziz birodarlar, inshaalloh sizlar bilan birgalikda yangi dars boshlaymiz. Bu darsimiz tajvid faniga tegishli bo'ladi. Bunda biz eng mashhur, islom olamida eng mashhur bo'lgan manzumani sharhlaymiz qo'limizdan kelganicha. Bu manzuma hammamizga ma'lum va yana arab olamida juda ham mashhur bo'lgan Tuhfatul Atfal. Shuni sharhiga kirishamiz inshaalloh. Xudo xolasa she'rni yodlaymiz. O'zi she'r juda ham qisqa, 61 baytdan iborat she'r. Uni inshaalloh boshdan boshlab yodlaymiz. Sabab nima desa, she'riy uslubdagi manzumalarda ilmiy, ya'ni har bir fandagi manzumalarni yodlash talabani ilmda mustahkam bo'lishiga, ilm haqiqiy uni boshida turishiga nima ko'rsatma beradi. Ya'ni olim bo'laman degan odam iloji yo'qki yodlash kerak. Yodlashning eng oson uslubi rajaz uslubidagi she'riy baytlarni yodlash. U xoh masalan hadis bobiga tegishli bo'lsin, xoh usul fiqhga tegishli bo'lsin yoki qavoidil fiqhiyyalarga tegishli bo'lsin, farqi yo'q. Tajvidga yoki nahv ilmiga tegishli bo'lsin, shunga tegishli har bir fanda tegishli fanlarda ulamolar, Alloh ularga rahmat qilsin, nazmlar yozib ketishgan. Nazmlar degani she'riy baytlar. Sabab nima? Sabab talaba yodlagandan keyin esida qoladi. Kitoblar o'qirasiz, bu yoqdan kirib, bu yoqdan chiqib ketadi. Lekin matnni yodlashsangiz, bu esingizda qoladi. Ana shu ilm sizda esingizda qoladi inshaalloh. Shu maqsadda inshaalloh sizlarga Tuhfatul Atfalni qisqa qilib tarjima qilib va uni sharhlashga kirishamiz. Nazmni o'qishdan avval nazmni bitgan shayx haqida biroz suhbatlashamiz.